142-kontrda yoshlarga ajratilgan yerda hozir makka jo'xori donlari ekilgan. Bu Xalq banki tomonidan ajratilgan yoshlarga imtiyozli kreditlar asosida ekilgan makka jo'xori donlari keyingi iyun oylariga pishib hosil beradi. Xudo xohlasa har bitta yoshlarimiz shu ekilgan makka jo'xori donlaridan 25-30 million daromad qilishi hozir ko'zda tutilyapti. Ijodkor mahalla fuqarolar yig'inida tanlab olingan 142-kontrda yoshlarga ajratilgan yerda hozir makka jo'xori donlari ekilgan. Bu Xalq banki tomonidan ajratilgan yoshlarga imtiyozli kreditlar asosida ekilgan makka jo'xori donlari keyingi iyun oylariga pishib hosil beradi. Xudo xohlasa har bitta yoshlarimiz shu ekilgan makka jo'xori donlaridan 25-30 million daromad qilishi hozir ko'zda tutilyapti.